Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari. Ushbu obyektimiz Namangan shahar Axskentda yakuniga yetkazdik. Bugun 6-dekabr, haftaning shanba kuni olinayotgan video bu. Ishimizni ko'rib baho berib qo'ying akalar. 30 million so'mga polni hamma rasxod ichida o'zimiz hamma rasxodini qilib bitkazib berdi. Mana bu lampalardan tashqari albatta. Lampalarni uy egasi olib berdi, biz ulab berdi. O'sha summaning ichida bo'ldi hammasi. Ko'rib turgan joyinglar ichkari o'stirmalari hamda mana bu joyda 4 metrlik joyi bor, 3,5 metrlik. Mana bu joyda mana qo'shni tomonda eski fasonda qilingan ekan. Ko'ringlar akalar. Bitta baho beramiz ona. Bu eski fasondagi oldingi stildagi ishlar va mana bu hozirgi. Mana yonma-yon ko'ringlar. Qaysi bir chiroyli kommentariyaga yozib ketinglar. Hozirgi albatta trenddagi fasonimiz boshqacha albatta. Skromniy holatda bitgan. Okalar, ba'zi ustalarning ishiga bizni solishtirmani ozroq qilyapti mana ustalar, ana ustalar deganda ishi farqiga bormasanglar, bitta farqiga boradigan odamga mana bu ishni ko'ringlar yaxshilab mana. Bir rat mana bu joyda reyka yurgan hamda karniz yurgan. Uni orqasidan yana bir rat reyka yurgan hamda yana bitta karniz yurgan. Orqaga yurganda mana bu lis prama mana bu karniz orqasiga bundoq kirib ketmaganda bu joyda orqasida ham ochiq joy bu. Anchagina bu sifatli va anchagina oddiy ko'ringani bilan ancha mehnat ko'p ketadi bu bizning ishda. Ko'rishinglar mumkin. Mana shu joyda 1 2 3 4 5 rat reyka yurgan mana shu joyda. 5 rat reyka bilan ishlangan. Endi mana bu 1 rat 2 rat karniz bo'ldi. Mana 3-rat karniz. Undan keyin mana bu lisimiz, undan keyin yana devoldan yana 1 rat karniz yurgan. Ushbu fason mana oldi tomoni ham mana ko'rishinglar mumkin. Oldilarini ham mana ko'rishinglar mumkin. Ozgina bizga boshqacharoq bo'ladi mana. O'sha sizlar bizni ishimizni ularni puli bilan solishtirayotgan ustalarning ishiga bundoq ikkitasini skrinshot qilib turib, ikkita telefonni yonma-yon qilib bitta e'tibor berib yaxshilab ko'ringlar, farqini bilasizlar xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin. Bu boshqa olam xudo xolasa bizning ish, inshaalloh. Ko'rishinglar mumkin mana baho beringlar. Mana bu apshipkalari ham 30 million so'mning ichida bo'ldi. Chotki qilib berilgan. Shuruplar ko'rinmagan okalar mana. Mana shu apshipkada bitta shurup yo'q hattoki. Ko'rishinglar mumkin mana. Endi darvozaxonamiz mana. Darvozaxonamizga baho beringlar. High-tech stilda qilib berdi. Rang aralashtirmasdan haqiqiy alkafon formada bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin akalar. Mana kirib kelaverishda mana o'ta bagati bo'lib turibdi mana. Germetika, permetika, spekulyopka qilib xudo xolasa o'tirmaymiz. Osongina biz tabiiy holatda o'zini keltirib qo'ya qolamiz akalar, cho'qlarimiz. Ko'rishinglar mumkin. Ninadan ham ochiq joyi yo'q mana, yaqinlashtirib ko'rsataman sizlar uchun. Mana cho'klari chisiq bo'lib turibdi akalar, xudo xolasa. Unaqa tuftish bo'lmaydi bizda inshaalloh. Endi ko'cha tomonni ko'rsataman. Darvozaxonamiz ham mana shuna kirib kelaverishda o'ta ideal bo'lib turibdi, ko'rib turibsizlar akalar. O'rtalarini ham qubbali qilib berganmiz, o'rtalarini ham tekis bo'lmagan, e'tibor bergan bo'lsanglar. Endi ko'cha tomonimizda 3 ta komplekt vodostokasi bor. Bu tomonda 2 ta, bu tomonda bitta. Vodostokalarni ham devorlardan qochirib, chiroyli qilib o'rnatib berganmiz yumaloqdan. Orqasidan travertinni bemalol qilib o'tib ketishaveradi. Kallalarni ham diplomat qilib o'zimiz ishga moslab mana bunaqa kallalardan qo'yib berganmiz. Ishimizga ham baho berib qo'yinglar. Mana shu kichkina 90 santimetrlik o'stirmaga ham 5 rat reyka bilan ishlaganmiz akalar. Ko'rishinglar mumkin. O'sha ichkaridagi nima bo'lsa, bu ham o'sha bo'lgan. 1 rat, 2 rat, 3 rat, 4 rat, 5 rat reyka yurgan mana shu joydan ham akalar. O'ta mustahkam, sifatli chiqqan xudo xolasa. O'zimiz ham endi ko'p maqtab o'rgan bo'lishim mumkin. Akalar, maqtashga xudo xolasa arziydi. Axskent Abdujabbor ko'prigidan o'tgandan keyingi joyda obyekt. Shu atrofdagi ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, adresini beramiz. Bemalol kelib, ko'rib, diagnostika qilib, tekshirib ketishingiz mumkin xudo xolasa. Ozgina havo ayniq akalar. Shuning uchun bu tomon qorong'i turibdi ancha. Video uncha sifatli chiqmayapti, qop-qorong'i bo'lib qolyapti. Oppoq tunkanmiz. Mana vodostokani ko'ringlar, oqligini buni qaranglar. Ikkitasi bitta tunkadan bo'lgan. Bu joy salqin bo'lib, qorong'i bo'lib turgani uchun ozgina xarab qolyapti. Mana shu apshipka ham mana shu rangida bo'lgan, bir xil rang. Keva ozgina qorong'i tushib qolyapti akalar. Xudo xolasa mana videoni ko'p likillatib o'rgan bo'lsam, xafa bo'lmaysizlar akalar. Bloger emasmiz, endi qo'ldan kelganicha ishimizni olib beryapmiz. Darvozaxonamizni mana shu shilma bitta chekkadan olib beramiz alohida. Mana apshipkaga ishqiboz bo'ldim lekin.
o'ta cho'tka chiqib qo'ydi, ko'rishingiz mumkin. Bittadan bunday sindirilmaganda o'rtadan bitta shistagranni karniz berilgan, tagini alohida diplomat, oldin alohida diplomat qilingan. Cho'tka chiqib qo'ydi. Mana bu burchagimizga ham akalar e'tibor berib qo'yasizlar. Tabiiy holatda kelgan hammasi xudo xolasa. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, birinchi qo'ygan videomiz sizlarga boradi xudo xolasa. Poddashka bo'lib turamiz, akalar. Bosamiz. Biz xizmatdamiz. Sizlardan like, podpiska, kommentariyada iliq fikrlardan berib tursa ana bo'ldi. Biz bu yo'g'ini gazini bosaveramiz xudo xolasa.